Shu kunlarda aktivistning davlat tili to'g'risidagi fikrlari bir qator muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Har qanday jamiyatda munosabatlarni bog'lovchi ustuvor til bo'lishi kerak va bu til davlat tili bo'ladi. Bizning jamiyatimizning eng katta muammosi ham ayni shunda. Davlat tili millatlararo til bo'lib shakllanmagan. Ayni paytda ushbu til vazifasini rus tili bajarmoqda. Chunki odamlarimiz davlat tilini talab qilish darajasiga yetganicha yo'q. Shu o'rinda bir masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. O'zbekistonda butun umr yashagan boshqa millat vakili o'zbek tilini umuman o'rganmasdan ham yashashi mumkin. Biroq bizga qardosh bo'lgan Turkiyada turk tilini bilmasdan yashashning mutlaqo imkoni yo'q. Chunki millatidan qat'iy nazar butun bir turk jamiyati turk tilini talab qiladi. Bizda esa o'zbek tilini talab qilganlarga millatchi tamg'asi bosiladi. Xo'sh, aslida o'zbek tilini talab qilish bu millatchilikmi? Yo'q, bu milliyatchilik. Millatchilik va milliyatchilik tamoman boshqa tushunchalar. Bundan bir necha oy muqaddam Rasul Kusherbayev va Wizz Air aviakompaniyasi o'rtasida sodir bo'lgan hodisani yodga olaylik. Ayni shu jarayonda Rasul Kusherbayevning tashabbuskorligini deb aviakompaniya o'zbek tilida xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'ydi. Vaholanki, Rasul Kusherbayevning millati qozoq, lekin u mana shu jamiyatning birligi, mana shu jamiyatning jipsligi uchun o'zbek tilini talab qilib chiqyapti. Shuning uchun har birimiz millatimizdan qat'iy nazar davlat tiliga nisbatan talabchan bo'lishimiz kerak. Shundagina jamiyat sifatida birlasha olamiz. Aks holda bir-birimizni talashdan nariga o'tolmaymiz. Har bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosi davlat tilini bilishga va unga hurmat bajo keltirishga majbur. Shu yurtda yashab, shu yurtning non-tuzini yeb, davlat tilini bilmaslik Karl Marks aytganidek, yo ahmoqlik, yo bosqinchilik belgisi. Tegib ketdimi?